Assalomu alaykum. Efirda Xorazm 24 informatsion dasturi. Dastur taqdimoti bilan studiyada Nilufar Nazarova. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Fransiya Respublikasi Prezidenti Emmanuel Macronning taklifiga binoan 11-13 mart kunlari davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatda bo'lib turibdi. Tashrif doirasida Parij shahrida oliy darajadagi muzokara va tadbirlar, Fransiyaning rasmiy va ishbilarmon doiralari bilan bir qator uchrashuvlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, muloqotlarda kun tartibidan ko'p qirrali O'zbekiston-Fransiya munosabatlarini yanada rivojlantirish va mustahkam masalalari o'rin olgan. Shu kunlarda esa Parij shahrida sog'liqni saqlash, fan va ta'lim, madaniyat, turizm va biznes sohalarida forum va anjumanlar o'tkazilmoqda. Tuliza, Lyon va Nitsaza qo'shma ishbilarmonlik tadbirlari bo'lib o'tyapti. Muxbirimiz O'zbekiston maktablarida fransuz tilini yanada chuqur o'rgatish maqsadida Fransiya tomoni bilan birga amalga oshirilayotgan loyihalarda faol ishtirok etib kelayotgan o'qituvchi faoliyatiga e'tibor qaratdi. O'tgan yili Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi tomonidan Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi bilan hamkorlikda Fransiyaning nufuzli oliygohlariga stajirovkaga yuborish yuzasidan yangi loyiha o'tkazilgan edi. Unda mamlakatimizning barcha hududlarida maktab o'qituvchilari faol ishtirok etdilar. Loyiha doirasida o'tgan yilda eng kuchli jami 120 nafar fransuz tili ustozlari qamrab olingan edi. Ahamiyatlisi, ular orasida xorazmlik pedagoglar ham ko'pchilik. Shuni alohida ta'kidlash joiz, ushbu imkoniyat Fransiya davlat tomonidan ilk bora taqdim qilindi. Fransiyadagi amaliyot jarayonlarida ishtirokchilar uchun mahorat darslari bilan bir qatorda ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, Fransiya va O'zbekiston ta'lim tizimlaridagi o'xshashliklar va tafovutlar, o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish kabi mavzularda seminarlar bo'lib o'tgandi. Fransuz tili o'qituvchilari orttirgan malaka va tajribalarni bugun o'z darslarida faol qo'llab kelishyapti. Qo'shko'pir tumanidagi 2-sol umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchilarga ikkita xorijiy til, ya'ni ingliz va fransuz tillari o'qitiladi. E'tiborli tomoni, fransuz tili o'qituvchisi Adiljon Yoqubova Fransiyaning Parij shahrida maxsus ta'lim dasturi orqali o'z malakasini oshirib qaytgan va bugun o'quvchilarga o'z bilimlarini ulashib kelyapti. Fransuz tili muallimasining yana bir e'tirofga loyiq natijasi shundaki, u o'tgan o'quv yili o'z fani bo'yicha attestatsiyadan 100% natijani qayd etib, oliy toifa darajasini munosib himoya qildi. Men 20 yildan buyon o'quvchilarga fransuz tilidan saboq berib kelmoqdaman. Muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan o'quvchi yoshlarni xorijiy tillarni yanada kengroq va chuqurroq o'rganishlari borasida ko'plab imkoniyatlar yaratilgan. Shu jumladan biz pedagoglarni ham muntazam ravishda malakalarimizni yanada oshirib borishimiz maqsadida chet mamlakatlar bilan hamkorlikda ko'plab loyihalar tashkil qilinmoqda. Bundan tashqari, ana shu xorijiy til egalarini ham maktablarda shu tillarni yanada chuqurroq o'rganishlari uchun volontyor o'qituvchilar taklif qilingan. O'tgan o'quv yilida vazirligimiz va Fransiya davlati bilan hamkorlikda tashkil qilingan o'qituvchilarni malakasini oshirish bo'yicha tashkil qilingan loyihada faol ishtirok qilib, iyun oyida Fransiyada 15 kunlik malaka oshirib keldik. Shu natijasida mana maktabimizda o'quvchilarni fransuz tiliga bo'lgan qiziqishi yanada oshdi. Malaka oshirish davomida biz ko'plab shaharlarda, diqqatga sazovor joylarda fransuzlar bilan birgalikda sayohatlar uyushtirdik. Jumladan Nitsa viloyatidagi diqqatga sazovor joylar, tarixiy joylarni borib tomosha qildik va ana shu fransuz yoshlarini qanday bilimlarga ega bo'lmoqda, qanday sharoitlarda o'qiyaptilar, shularni bilish maqsadida maktablar, universitetlarga ham sayohat uyushtirdik. Men Fransiyada bo'lgan paytimda fransuz xalqining, o'zbek xalqi va O'zbekistonning tarixiy joylari, tabiati, xushmanzara joylari, madaniyatiga zo'r qiziqish bildirganiga guvohi bo'ldim. Hozirgi kunda ham fransuz hamkasblarimiz bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali bir-birlarimiz bilan tajriba almashib, fikr almashib kelmoqdamiz. Ustoz uchun shogirdning kamoli o'z yutug'idan ko'ra ko'proq quvonchli. Shu ma'noda aytganda, Adiljon ustozning bir qancha o'quvchilari uning izidan borib, fransuz tili mutaxassisi bo'lishdi. Maktabimizda ko'p yillardan buyon fransuz tili o'rgatilib kelinmoqda va bu borada ko'plab yutuqlarga erishganmiz. Ko'pgina o'quvchilarimiz universitetlarda ta'lim olmoqda. 2-3 yil bo'ldiki, Fransiya va O'zbekiston aloqalari yanada mustahkamlanmoqda. Mana prezidentimiz 11 mart kuni rasmiy tashrif bilan Fransiya davlatiga
tashrif buyurdi. U yerda Emmanuel Macron bilan O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi har tomonlama aloqalarni mustahkamlanishi va yanada rivojlanishi borasida ko'plab kelishuvlar imzolanmoqda. Ta'lim sohasidagi bunday hamkorliklar zamirida albatta ikkala davlat rahbarlarining hamjihatligi, hamfikrligi muhim o'rin egallaydi. Prezidentimizning Fransiyaga navbatdagi davlat tashrifi ham ta'lim sohasidagi bu kabi hamkorliklarni yanada kuchaytirib, uni yangi pog'onaga olib chiqishga xizmat qiladi. Viloyatimizda milliylikni targ'ib qilish, milliy madaniyatni asrab-avaylash, o'zbek xalqining boy merosini yosh avlodga yetkazish, shuningdek, viloyat hayotida milliy an'analarning o'rnini mustahkamlashga qaratilgan Xorazm yoshlarni sevadi festivali start oldi. Mart oyi yakuniga qadar davom etadigan festivalda xorazmlik yoshlarni nimalar kutmoqda? Bular haqida muxbirimiz Shahnoza Qalandarova tanishtiradi. Assalomu alaykum. Milliy liboslarimiz sizlar uchun qanaqa? Milliy liboslar siz uchun qanaqa? Chiroyli, qulay. Milliy liboslarimiz siz uchun qanaqa? Milliy liboslarimiz, qadriyatlarimiz ko'zgusi. Ushbu berilgan ta'riflardan Xorazm yoshlari milliylikni sevishini anglash mumkin. 11-27 mart kunlari Xorazm viloyatining barcha tuman va shaharlarida o'tkazilishi belgilangan Xorazm yoshlarni sevadi festivali Urganch shahrining markaziy ko'chalarida yoshlarning milliy liboslardagi paradi bilan boshlandi. 11-27 mart kunlari viloyatning barcha tuman shaharlarida tashkil etiladigan Xorazm yoshlarni sevadi festivali aholi gavjum maskanlarda bo'lib o'tadi va undan ortiq loyihalar o'tkaziladi. Urganch shahrida start olgan festival milliy liboslardagi yoshlarning paradi bilan o'zgacha shukuh kasb etdi. Amir Temur nomli istirohat bog'ida davom etgan festivalda Sumalak sayli, Beqasam 2025 milliy liboslar ko'rgazmasi, milliy xalq o'yinlari rivojlanib borayotgan zamonning yoshlari e'zozlaydigan qadriyatlar ekanligini ko'rsatdi. Menga qizlarning milliy kiyimda, do'ppida yurishlari juda ham yoqyapti. Biz har juma kuni maktabda milliy kiyimda, do'ppida yuramiz. Bu yerning atmosferasi juda ham zo'r va juda chiroyli. Men ham milliylikni juda ham yaxshi ko'raman. Choyi, do'ppi, hamma milliy kiyimlarimiz men uchun juda chiroyli. Sayil juda ham ajoyib o'tmoqda. Meni do'stlarim, o'zim bu menga juda ham yoqyapti. Aniqsa, shunday sayillarni uyushtirib turganlarga rahmat aytib o'tamiz. Mana hozir sumalak pishiryapmiz. Bu juda ajoyib. Bu sumalakni pishirib, milliy taomimizni pishirish, bu bizni milliyligimizni yanada uyg'unlashtiradi. Milliyligimiz esimizdan chiqib ketmaydi. Sumalak tayyorlayotgan doshqozon atrofiga yig'ilganlar bu tansiq taomni tayyorlash jarayonida ezgu niyatlar bilan qatnashgan bo'lsa, Yoshlar ishlari agentligi tomonidan ishlab chiqilgan ilovalar targ'iboti, Kelajak Expo, Yoshlar biznes marafoni, milliy taomlar va harbiy vatanparvarlik festivali iqtidorli va tashabbuskor yoshlarning g'oyalari bilan o'rtoqlashish muhitini yaratdi. Xorazm viloyatida Xorazm yoshlarni sevadi festivali doirasida prezidentimiz tashabbusi bilan Yoshlar ishlari agentligi tomonidan ishlab chiqilgan Ibrat farzandlari, Qizlar akademiyasi, Ustoz AI kabi ko'plab platformalarning targ'ibot ishlari olib borildi. Masalan, menga o'xshagan bitiruvchi sinf o'quvchilari uchun Ustoz AI platformasi juda ham foydali ekanligini bilib oldim, chunki biz bu platforma orqali nafaqat kelajak kasblarni o'rganamiz, balki ko'plab fanlardan bilimlarimizni mustahkamlashimiz mumkin. Festivalning birinchi kuni Urganch shahrida yorqin musiqiy lahzalardan iborat konsert dasturi bilan yakunlandi. Navbatdagi manzil Xonqa tumani. Eksport mamlakat iqtisodiyotini rivojlantiruvchi muhim yo'nalish. Shundan kelib chiqib, viloyatimizda qator investitsion dasturlar amalga oshirilib, eksport imkoniyatlari kengaytirilmoqda. Muxbirimiz Shovot tumanidagi eksportyor korxona misolida mavzuni davom ettiradi. Shovot tumanida joylashgan ushbu korxona o'tgan 2024-yilning oktyabr oyida o'z faoliyatini boshlagan. Bu yerda asosan zamonaviy mebellar uchun g'iloflar ishlab chiqariladi. Sexlarga so'nggi rusumdagi texnologiyalar o'rnatilgan. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar esa faqat tashqi bozorga eksport qilinadi. Korxona mutasaddilaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya davlatiga mahsulot eksport qilish bo'yicha shartnomalar imzolangan. Shovot tumanidagi Oqko'l mahallasida joylashgan ushbu eksportyor korxonada hozirda 85 nafar aholi, yoshlar, xotin-qizlar ish bilan ta'minlangan.
Men Eshonkala mahallasida yashayman. Kasbim tikuvchilik. Korxona ochildi mahallamga yaqin joyda. Shu yerga ish bilan ta'minlandim. Oylik maoshimiz hammasi juda yaxshi. Zamonaviy tikuv mashinalarida tikamiz. Uyimga yaqin joydan ish bilan ta'minlanib, oilamga qo'shimcha daromad olib boryapman. Eksportda ulushim borligidan xursandman. Bizning korxonamizda 100 dan ortiq qizlar ish bilan ta'minlandi. Shu korxonada ishlab, oylik olib, uyimizga o'z hissamizni qo'shib turibmiz. Har kungi rejamiz bor. Rejamizni bajarib, har kuni soat 8 dan 12 soat smenli 2 kun ishdamiz, 2 kun uydamiz. Kechki smenamiz yo'q. O'z vaqtida uyga borib, farzandlarimiz tarbiyasi bilan shug'ullanishga vaqt ajratib turibmiz. Har bir ishchimizni biriktirilgan ishi bor. Reja asosida o'z normasini bajaradi. Har bir qizimiz mahsulotni sifatli chiqarib beradi. O'tgan 2024-yilning 4-choragida jamoa ishchi xodimlari tayyorlagan 11 ming dona mebel uchun tayyor g'iloflar eksportga chiqarilgan. Joriy yilning yanvar-mart oyida esa Rossiyaga 520 ming Amerika Qo'shma Shtatlari dollarilik mahsulot eksport qilingan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, hozirda ushbu korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotga buyurtmachilardan talab katta. Ishchi xizmatchilar bu yerda tayyorlayotgan mahsulotlar sifatini xorijlik mutaxassislar muntazam kuzatib boradilar. Mahsulot tayyorlashda ham bevosita ular bilan fikr almashiladi, tajribalar o'rtoqlashiladi. Мы приехали сюда из России для того, чтобы поделиться опытом и своими навыками. Biz Rossiyadan yurtingizga kelib, tajriba almashib ishlayapmiz. Korxonamizdagi ayol qizlar, barcha ishchilar juda mehnatsevar, o'z ishini sidqidildan mehr bilan bajarishga harakat qiladilar. Har bir ishchimiz, tikuvchi xotin-qizlar o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashadi. Hammamiz birgalikda ishlaymiz, eksportga chiqarish uchun mahsulot tayyorlaymiz. Ishlab chiqarilayotgan zamonaviy g'iloflarimizga talab katta. Buyurtmachilarni talablarini muddatlarda bajarib yetkazib beryapmiz. Asosiy mijozlarimiz rossiyalik mebelsozlar. Ayniqsa xotin-qizlar o'z ishini juda yaxshi ko'radi. Nimani o'rgatsangiz tezda o'zlashtirib oladi. Shu sohaning mutaxassisi bo'lganligim uchun ishchilar tayyorlayotgan mahsulotlarning sifatini muntazam nazorat qilib boraman. Ishchi xodimlar bilan bir-birimizni to'ldirib, tajriba almashib, inoqlikda ishlayapmiz. Eksportga mahsulotimizni yuboryapmiz. Эффективное сотрудничество, и в дальнейшем мы будем процветать. Hozirgi kunda jamoada tayyorlanayotgan mahsulotlarni eksport salohiyatini yanada oshirishga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, ushbu korxonada uzoq muddatli rivojlantirish strategiyasi ham ishlab chiqilgan. Bugunning dolzarb mavzularidan biri bu energiya tejamkorligi. Ayniqsa issiqxonalarda tadbirkorlarning energiya tejovchi zamonaviy uskunalardan foydalanishi va muqobil energiyadan foydalanishni yo'lga qo'yishi natijasida kam chiqim va daromadli issiqxonalar faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Hozirgi lavhamizda shu mavzuda so'z boradi. Bugungi kunda viloyatimizda jami 100 ga yaqin issiqxona faoliyat yuritmoqda. Ularning 90% ga yaqinida tabiiy gazdan foydalaniladi. Keyingi vaqtlarda issiqxonalarda bosqichma-bosqich muqobil energiyadan foydalanish texnologiyalari joriy etilmoqda. Masalan, Xonqa tumani Madir qishlog'i Ilg'or mahallasidagi 5 gektar yer maydonida tashkil etilgan bu issiqxonada ko'mir qozonxonasi ishga tushirildi. Issiqxonamiz 2021-yilda qurilib tashkil topdi. Issiqxonamizda 70 nafar ishchimiz bor. İstiqanamızı başlayan vaxtımızdan gaz bilan qızdırıb kelyatıryanımız. Kış aylarında 600-650 milyon hər ayına raskod bolar idi. Tecamkar usulda isitiş üçün kömür kazanlarından faydalanışını başladık. Gazga qaraganda kömür 50% bizlərə fayda bilan çıxıbdı. Pomidorumuz 15-20 günə bazarımıza çıxaramız. Kazakistan, Rossiya eksport etəmiz. İçki bazarımıza ham topshiramiz. Issiqxonaga yiliga 2 marta sabzavot ekiladi. Birinchi mavsumga bodring, ikkinchi mavsumda esa pomidorlar. Bu yerda ayniqsa qish faslida issiqlik energiyasiga talab juda ortadi. Avvallari ushbu mavsumda tabiiy gaz uchun chiqim xarajatlari juda katta bo'lgan. Ko'mir qozonxonalarining o'rnatilishi bilan mablag'lar tejalyapti. 5 gektarlik issiqxonani isitish uchun hozirda kuniga 8 soat davomida 3,5 tonna ko'mir yoqiladi. Bu esa oylik hisobda tabiiy gaz iste'molidan ancha kam xarajat demakdir. Viloyatimiz miqyosida muqobil yoqilg'idan foydalanish, ya'ni ko'mirdan foydalanish, shu 10 dan ortanalarimiz mavjud. Bugungi kunda ko'mirdan foydalanish bo'yicha bosqichma-bosqich o'tish ishlari olib borilyapti. Tabiiy gazdan muqobil energiya, ya'ni ko'mirdan foydalanishga
bosqichma-bosqich o'tish ishlari olib borilyapti. Bu tejamkorlik natijasida tadbirkorlarimiz ham yaxshi daromadga ega bo'lishi mumkin. Issiqxonalarda muqobil energiyadan foydalanish tadbirkorlar uchun tejamkor va kam xarjligi bilan yaxshi samara bermoqda. Ko'mir bilan issiqxonalarni isitish aholi va ijtimoiy soha obyektlari uchun ham manfaatli bo'ladi. Ya'ni aholining tabiiy gazga bo'lgan talablarini qondirishda issiqxonalar foydalanayotgan tabiiy gaz endilikda aholiga yetkazilishi ta'minlanadi. Aholi salomatligini asrash, ayniqsa og'ir oqibatlarga olib keluvchi yurak-qon tomir kasalliklarini oldini olish, umr ko'rish davomiyligini uzaytirish avvalo sog'lom turmush tarzi va to'g'ri ovqatlanishga bog'liq. Afsuski, xalqimiz orasida yillar davomida shakllanib kelayotgan noto'g'ri stereotiplar oqibatida bu borada jiddiy muammolar yuzaga kelgani borgan. Shundan kelib chiqib, keyingi vaqtlarda aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzi qoidalarini keng targ'ib qilish, bu borada yurtdoshlarimizda qiziqish va rag'bat uyg'otishga e'tibor qaratilmoqda. Muxbirimiz mazkur yo'nalishda olib borilayotgan ishlarga Shovot tumani misolida e'tibor qaratadi. Sport bilan oshno bo'lish, sifatli va o'z vaqtida ovqatlanish, gigiyenik qoidalarga amal qilish, zararli odatlardan saqlanish ham sog'lom turmush tarzidir. Shovot tumanida istiqomat qilayotgan nuroniylar bu borada yildoshlarimizga o'rnak bo'lishmoqda. O'zlari ta'kidlaganidek, nuroniy otaxonlar har kuni 5-6 kilometr piyoda yurishga odatlanishgan. Doimo harakatda bo'lish inson organizmini tabiiy ravishda rag'batlantirib turadi. Serg'ayrat, tinib tinchimaydigan otaxonlar doimo tetik hamda bardam yurishadi. Sportda foydasi katta. Men o'zi 72 yoshimda bo'lsam ham tetikman hozir. Yosh vaqtimdan sport hamma turi bilan shug'ullanaman. Futbolga qiziqaman haqida. Hozir ham piyoda ko'giraman, sport bilan shug'ullanaman. Sal kam 40 yil o'qituvchi bo'lib ishladim. Maktabda sport maydonchasida o'zim qatori qarilar bilan sport bilan shug'ullanib turamiz. Futbol, tennis, voleybol o'ynaymiz. Foydasi katta juda sportda. Hamma harakatda bo'laman. Sport maktabi tezda kelib turamiz. Yoshlarga tajribamizni aytib turamiz. Yoshlarni muvaffaqiyati bilan quvonib turamiz. 80 yoshga kirib qoldim. Jismoniy tarbiyaga shug'ullanish sababli. Yengil atletika bilan shug'ullanganman, ham velosiped bilan. Sport mashg'ulotini kanda qilmay, hozirdan davom ettirdim. Hozirgi vaqtda ertalab turib, chuqurlar nafas olib, piyoda aylanaman. Kamida 8 kilometr velosiped haydaman ertalab. Yaxshi nafas olib, shurda shug'ullanib, o'zimni tetik sezib yurayman. Sport kichik o'g'illar hamma uchun foydali. Jamiyatda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, kam harakatlilikka qarshi ommaviy kurashish, aholining keng qatlamini, yoshlarni, nuroniylarni sport bilan shug'ullanishga jalb etish esa tobora dolzarblik kasb etmoqda. Shovot tumanimizda mana ikkita sport maktab mavjud. Ikkita sport maktabimizda 30dan ortiq sport turlari bilan yoshlarimiz muntazam ravishda shug'ullanib kelatirlar. Faxriy sportchilarimiz bilan yoshlarimizni uchrashtirib, mahorat darslari o'tib turamiz. Hamma vaqt biza qachon chaqirsak bular kelib, o'zlarining mahoratlarini yoshlarga ko'rsatib, bugungi kundagi sharoitlar bilan tanishib, bugungi sharoitdan to'g'ri foydalanish kerakligini, o'zlarining maslahatlarini beradilar. Nuroniylarimiz bilan, yoshlarimiz bilan sog'lom turmush tarzini shakllantirish uchun 5000 qadam yurish musobaqalarini tez-tez o'tkazib turamiz. Qariyalarimiz o'rtasida stol tennis, shaxmat musobaqalarini tashkillashtirib o'tkazib turamiz. Sog'lom turmush tarzi bu kundalik hayotda salomatlikni saqlash hamda mustahkamlashga qaratilgan tadbirdir. Har bir yurtdoshimiz o'z salomatligiga avvalo o'zi mas'ul ekanligini unutmasligi kerak. Sport bilan doimo shug'ullansak, sog'lom turmush tarziga qat'iy amal qilsak, faqat o'zimizga foyda bo'ladi. Zero sog'lom inson uzoq hamda baxtli hayot kechiradi. Xorazm ob-havoni kuzatish boshqarmasida olingan ma'lumotga qaraganda, shu kecha kunduzda viloyatimizda ob-havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharq tomondan har soniyada 7-12 metr tezlikda shamol esadi. Harorat kechasi 5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Urganch shahrida kechasi 2 daraja iliq, kunduzi 13-15 daraja iliq bo'ladi. Siz Xorazm 24 informatsion dasturini tomosha qildingiz. Keyingi efir soatlarida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.